Kela tashinglar. Mana do'stlar, tashaldi ijtimoiy, ya'ni stolini 300 metr tevadan oting aka. Mana do'stlar, otib olsa ham ijtimoiyda bu kachsivali bo'ladi. 3 yildan 7 yilgacha garantiya beriladigan ratan stollarda oltin birinchi qo'l ishlab chiqaradigan joyiga yetkazdi, ya'ni novda berilgan. Eng qizig'i bularda ayni polni kaloni bo'ladi. Tevadan tashab yuborib xotiningizga 9 siz ijtimoiyda narxlariga keladigan bo'lsak, Muhammad Obid aka narxi nechi pul buni? Buni 6 kishiligini 3 million 600 ming so'm qilib beraveramiz. 4 kishilik narxichi. 2 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Bundan tashqari mana bu yerda dego fasonlarimiz bor. 6 kishilik narxi aka. 2,5 million so'mdan. 2,5 million so'm. 4 kishilik narxi aka. 1 million 850 ming so'm. 1 million 850 ming so'mdan bo'ladi. Bunimiz aka 5 million 800 ming so'm 6 kishiligi, 3,5 million so'm 4 kishiligi. 4 kishilik bo'ladi. Bu Isabella fason bo'ladi. Keyingisi aka Chanelimiz 3 million 600 ming so'm 4 kishiligi, 6 kishiligi 6 million so'm bo'ladi. 6 kishilik 6 million so'm bo'ladi. Undan tashqari tomchi mana bunday kachelilarimiz bor. Buni bir donalik narxi 1 million 700 ming so'm. 1 million 700 ming so'm. Bunimizning 1 narxi million 800 ming so'm. 1 million 800 ming so'm. Bunimiz 1 million 700 ming so'mdan. 1 million 700 ming so'm. 2 kishiliklar aka. 2 kishiliklarimiz 2 million so'm, 2 million 100 ming so'm. 2 million 100 ming so'm bo'ladi. Undan tashqari zodagan puli ko'p akalarimiz uchun mana bunday, ya'ni zonteli fasoni bo'ladi. 3 kishini ya'ni bemalol ko'taradigan bo'ladi. Ya'ni 300 kilo yuk ko'taradi. Narxiga keladigan bo'lsa $300 bo'ladi. Bu aytilayotgan narxlar ya'ni donaga bo'ladi. Optimga olmoqchi bo'laman deganlar uchun eng arzon narxlarda qilib berishadi. Bu aytilayotgan narxlar deyishda O'zbekiston bo'ladi, dastavka yo'q. Faqatgina kelishilgan holatda bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, biz primo ishlab chiqaradigan mini zavodida turibmiz. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidagi, ya'ni Novda mebelda turibmiz. Muhammad Obid akaning joyida turibmiz. Zakaz beruvchi akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik.